Salom do'stlar, men bugun sizlarga Counter Strike o'yinini yuklashni ko'rsataman. Buni oldin video qilib qo'yib qo'ygandim, tayyorlab. Mana Google ga kirganingizdan so'ng Counter Strike 1.6 yozasiz. Va buni yozganingizdan keyin ekranda chiqqan birinchi sekani bosasiz. Yozib qidirish enter, ya'ni shuni bosasiz. Va Counter Strike pre-download game bosasiz. Yuklanadi keyin. Bosasiz va ichkariga pastroqqa tushasiz. Mana download degan joy bor. Mana shuni bosasiz. Va yuklanishni boshlaydi. Yuklanadi. Va shuni 2 marta bosasiz ustiga. Ikki marta bosganingizdan so'ng mana shunday delni bosib ketaverasiz. Va oxirida kutib turasiz. Hech nimaga teginmasangiz yaxshi. Hech nimaga teginmay turasiz. Mana shu yerda ozroq vaqtdan so'ng yuklanishni boshlaydi. Shunday yuklanishni boshlaydi. Yuklanib bo'lgandan so'ng mana shunaqa ekran chiqadi, uni bosasiz. Undan keyin u ekranda paydo bo'ladi. Ekrandagi Counter o'yiniga 2 marta bosib o'ynashingiz mumkin bemalol. Mana shu yerda yana ozroq kutishingiz kerak bo'ladi. Bu vaqtda ham internet yonib qolishi kerak. Mana Counter ochildi. Mana shu yerda Navoiy ekran orqali yana o'ynashingiz mumkin.